Assalomu alaykum qadrdonlar. Eson-omon, sog'-salomat dehqonchiliklar bilan shug'ullanyapsizlarmi? Anchadan beri video chiqarmagandik. Qulupnay haqida yana ozgina video tayyorlab chiqaraylik degan umidda video qilyapmiz. O'sha Kingsbury sortimiz xabarlar ham bor, oktyabr oyida uzishni boshlaganmiz. Mana hosildorlik bugun 22-aprel bo'lsa, hali ham hosildorlik zo'r. Mana xudo xolasa ko'z tegmasin. Kalibrlari ham zo'r. Mazasini endi gapirmasa ham bo'laveradi. Hozirda mana uzyapmiz. Hozir ham narxlari endi biz vodiyda jicha pastroq narxlar. Bugungi kunda ham yaxshi turibdi, narxlarni aytmay qo'raman. Xullas, qulupnaylar zo'r, yaxshi. Gidroponika usulida yetishtirish ancha yaxshi ekan. Birinchi yil bizda xudo xolasa, birinchi yilda ham mana ancha natijalarimiz biz uchun yomon emas endi. Katta qulupnaychilar uchun men bilmadim. Biz uchun yomon emas mana mevalar. Kalibri ham qo'l to'lyapti. Zo'r. Hozirgi paytda kunlar spolda ancha. Anjonlar sog' bo'lsin, kelinglar qulupnay yegani o'rtoqlar.